Assalomu alaykum. Napa? Shamsiddinjon aka, siz bo'lasizmi? Ha, men Shamsudinman. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Bemalol. Avvalambor bugungi qarshi olgan yoshingiz Allohimizga suyukli banda, Rasulimizga chin ummat bo'lgan shukronalik ayyom tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Allohim inom etgan har bir kuningiz fayz va barokatlarga to'la bo'lsin. Kaftingizni ochib so'ragan barcha ezgu niyatlaringiz, go'zal duolaringizga Yaratgan Robbim sizni yetkazsin ilohim. Rahmat, barakat toping. Ayni damda tabriklar va qutlovlar loyihasi kutilmagan qo'ng'iroqlar dasturi orqali siz bilan muloqotda bo'lib turibmiz. Aynan bugun yaqin bir insoningiz sizga atalgan chiroyli tabriknomalarni, go'zal dil izhorlarni biz orqali sizga yetkazishni niyat qilgan ekanlar. Nima deb o'ylaysiz? Qay bir yaqin insoningiz mana shunday samimiy tilaklarni siz uchun yo'llab qolgan bo'lishlari mumkin? Yaqin insonlarim hammasi mana shu davramizga o'tirib bir joyga nishonlayapmiz. Qarilar ham bor, yoshlar ham bor, nevaralar bor, o'g'llarim bor. Hammasi birgalashib o'tiribmiz. Ilohim bardavom bo'lsin deymiz. Sizni yaxshi ko'rguvchi, qadrlaguvchi, ardoqlaguvchi bo'lasizmi dadajonim, dunyodagi eng yaxshi insonlar. Ularni juda ham yaxshi ko'ramiz, borlariga shukr, baxtimizga umrlari uzun bo'lsin. Dunyo turguncha tursinlar. deya ta'kidlaguvchi farzand ne'matingiz O'g'loyxon nomlaridan chiroyli tabriknomalar yetib kelgan ekan. Rahmat. Shu O'zbekistonimiz tinch bo'lsin. Sog'-salomat bo'lsin, yangi yil qo'shilib kelsin. Aytganingiz kelsin. Ularga qo'shimcha tarzda rafiqangiz Gulsumxon opa, o'g'lingiz Abdumanonjon aka, keliningiz Ma'rifatxon opa, qizlaringiz Xadichaxon, Gulnozaxon, Nargizaxonlar, kenja o'g'lingiz Alpomishjon, nabira ne'matlaringiz Shukronaxon, Shodiyonaxon, barcha nabiralaringiz, kuyovlaringiz Ro'ziboy aka, Ma'rufbek aka, Nodirbek va Umidullo akalar hamda barcha yaqinlar nomlaridan qabul aylaysiz. Rahmat, hammasini bilasiz. Ijozat bersangiz, mana shu mehribon yaqin insonlaringizni sizga atalgan chiroyli samimiy tilaklarni o'z egasiga, ya'ni sizga yetkazib bersam, maylimi? Mayli. Rahmat, tashakkur. Assalomu alaykum qadrbaland qadrdonimiz, qadrli insonimiz, xonadonimiz ustuni chirog'i bo'lgan, hamisha bizni qo'llaguvchi, doimo yonimizda turguvchi, aziz va mehribon dadajonimiz. Sizni bugungi tavallud topgan shukronalik ayyom, tug'ilgan kuningiz bilan chin ko'ngildan muborakbod etamiz. Sizga yaratgan Robbim Rahmonimdan eng chiroyli tilaklarni tilab qolamiz. Ilohim umri joningiz uzun, tanu joningiz sog' salomat bo'lsin. Allohim inom etgan har bir kuningiz fayz va barokatlarga to'la bo'lsin. Fayzli, barokatli kunlaringizni safi bundan-da ko'p, bundan-da ziyoda bo'lsin. Sizni borligingiz biz farzandlaringiz, yaqinlaringiz uchun katta baxtdir. Negaki siz bizlar uchun har narsaga tayyor tura olgan, oqibati butun bo'lgan mehribon insonimiz, dadajonimizsiz. Boringiz uchun shukronalarimiz bo'lsin. Garchi buni har doim ham ayta olmagan bo'lsak-da, sizdek otamiz borligi uchun, sizning farzandlaringiz ekanligimizdan hamisha faxrlanamiz. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Allohimdan doimo mana shunday baxtli kunlarni taqdim aylashini, yuzingizdan kulgu tabassum hech qachon arimasligini, qalbingizda, yuragingizda nimaiki go'zal niyatlaringiz bo'lsa, yaratgan egam barchasiga yetkazib, baxtlilar ichida baxtli etib saylashini chin yurakdan tilab qolamiz. Ilohim yaqinlar bilan haj, umra safarlariga bormoqlikni, Baytullohni tavof aylab, Makka va Madinani ziyorat qilmoqlikni yaratganim nasib va ro'za aylasin. Inshaalloh 90-100 yoshlarda ham bizlarga bosh bo'lib, davralar to'rida bizlarni duolar qilib onajonim ikkingiz hamisha bizlarga bosh bo'lib yuring deymiz. Bizlarga bergan tarbiyangiz, barcha mehnatlaringiz uchun Allohim sizlarni ikki dunyo saodati bilan siylasin. Doimo aziz boshingiz omon bo'lsin. Mehrli ko'zlaringiz namni, nurli yuzlaringiz g'amni hech qachon ko'rmasin. Hamisha farzandlaringiz, nabiralaringiz rohatini, kamolini ko'rib yuring deymiz. Qalbimiz qo'rida, yuragimizning to'rida siz otajonim. Barchasi uchun tashakkurlarimiz bo'lsin. Allohim hamisha sizlarni o'z panohida asrasin. Ayyomingiz yana bir bora muborak bo'lsin.
Omadiyman, bilasizmi shuni? Bilmaysizda, tanimaysizda. Sababini aytaymi buni? Mening dadam eng yaxshi dada. Yuzi doim quvonchli kular. Taniganlar hammasi bilar. Boyligim va baxtimdir ular. Mening dadam eng yaxshi dada. Jon tomirim, jonim jahonim. O'tmassiz siz hatto bir onim. Qo'mondonim, ham qahramonim. Mening dadam eng yaxshi dada. Ming bosh shukr senga Allohim, yonimdalar hamisha har doim. 100 yoshlarga kirsin ilohim, mening dadam eng yaxshi dada deya mana shunday chiroyli nomalarni yo'llab qolgan ekanlar. Rahmat, baraka toping, barakat toping. Umringiz uzoq bo'lsin. O'zinizga yetsinsam, sizdan rahmat, martabangiz uzoq bo'lsin. Nima o'ziniyatingiz bo'lsa, o'ziniyatingizga yeting. Rahmat, tashakkur. Biz ham mana shunday samimiy tilaklarga qo'shilamiz albatta. Doimo mana shunday farzandlar ardog'ida bo'lib yurmoqlikdan aslo charchamang deymiz. Ayyomlarni yaxshi o'tkazib oling. Qaddi tik bir qoyaman dadamni soyasida, men badavlat bolaman dadamni soyasida. Quvonchlardan taxtim bor, shamollarday shaxtim bor, shahzodadek baxtim bor dadamni soyasida. G'amlaringni qo'y hayot, tashvishlaring menga yot, boshim samo, ko'nglim shod dadamni soyasida. Ey g'amlaringni qo'y hayot, tashvishlaring menga yot, boshim samo, ko'nglim shod dadamni soyasida. Dadamni soyasida, dadamni soyasida, qaddi tik bir qoyaman dadamni soyasida, dadamni soyasida, dadamni soyasida, men badavlat bolaman dadamni soyasida. G'animlarim qaddiyay, boshimda parvona ay, o'tgan kunim bazm to'y dadamni soyasida. Yorug' nurashon tunim, chiqmagay dardunim, nomardga qolmas kunim dadamni soyasida. Toju davlatim bor, ulug'vor buzrukvorim, dilda nomusim orim dadamni soyasida. Ey toju davlatim bor, ulug'vor buzrukvorim, dilda nomusim orim dadamni soyasida. Dadamni soyasida, dadamni soyasida, qaddi tik bir qoyaman dadamni soyasida, dadamni soyasida. Ey dadamni soyasida, men badavlat bolaman dadamni soyasida. Men badavlat bolaman dadamni soyasida.